Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun boshliqlik ishimizni. Qaranglar-da. Sizlarga bitta savol bor. Mana shu tavoqlar bir kunligidan olib katta qilganman-da o'zim. Bir kunligidan olib katta qilganman. Qaranglar, 1 oyligigacha eko suv bergandim. 1 oyligigacha eko suv ichgan. 1 oylikdan keyin to'y mana shu bugungacha shirin suv ichib kelgandi. Kecha polni shirin suv quridi, liniyalarga shirin suv quridi. Tavoqlarga suv berishim kerak edi. Quduq suv berdim. Quduq suv berganimdan keyin tavoqlarning tuxumini foizi tushib ketdi. Suvdan bo'lishi mumkinmi yoki yemdan bo'lishi mumkinmi? Lekin axlotini ham ko'ryapman mana. Oldingiday. Avtolarni apteti ham zo'r, mana oxiriga hech narsa qolmagan. Mana. Apteti zo'r. Hammasi jotki, o'lim yo'q. Marganzovkani suv qilib berdim. Xudoga shukr, o'zgarish bor. Ko'tish sharda oldin, ko'tishmayapti, normalni. Marganzovkani suv qilib bergan ekanlar. Shunaqa qilib berdik. O'zgarish bor, zo'r, rahmat. Endi shunga yana bir maslahat beringlar, nimadan bo'lishi mumkin? Birdan buncha tushib ketishi mumkin emas-da. Abetgacha 550 ta tuxum olib turgandim. Hozir abetgacha 280 ta tuxum oldim. Nimadan bo'lishi mumkin? Mana axlotlari. Tavsiyalar nasib mana zo'r. Hammasi yaxshi. Joyi hidlanmagan, hammasi zo'r. Har 2 kunga bir tozalanadi taki. Lekin oldingidek foiz yo'q-da. Nimadan bo'lishi mumkin? Yozib ketinglar, shuni iltimos sizlardan.